mana qisqagina reklama bilan ham tanishib oldik. Albatta, demak, juda ham chiroyli qo'shiq bo'ldi dasturimiz davomida. Vatan haqida juda ham go'zal qo'shiq bo'ldi. Hakimjonovlar oilasidan Diyordek va to'lqinlanib ketdim. Vatan ko'ksimdagi bebaho tilsim, senga iddaolar qilmay sevaman. Goho onam deyman, gohida singlim, goho kimliging ham bilmay sevaman. To'g'ri. Va mana shunaqa xuddi shu kabi g'ururga, iftixorga to'la qo'shiq ekan, Diyorbek. Maza qilib aytdingiz, o'zingiz ham, Bahora? Juda chiroyli ekan-a? Qo'shiq aytishni yaxshi ko'rar ekansizlar-da? Ko'pgina tanlovlarda qatnashganmisizlar? Ha, rosa ko'pida. Rosa ko'pida. Qanaqa bo'lgan tanlovlar? Tanlovlarmi? O'sha Toshkentda bo'lgan, o'sha Samarqandda bo'lgan, o'sha o'zimiz Namanganda bo'lgan, o'sha har xilda. Qanaqa bo'ladi? Yoqadimi? Nimalar yoqadi tanlovlarga borishni? Tanlovlarga borishda, bunday sahnadan chiqib kelaman-ku. Ha, sahnadan qilib qo'shiq aytishim yoqadi o'zimga. Juda ham ajoyib. Men mazza qilaman qo'shiq aytganda. Yana nimada maza qilasiz? Grand Prix yutganda. Yutganmisiz shunaqa? Onalari qayerlarda, qanaqa tanlovlarda qatnashishgan? Biz ko'plab xalqaro tanlovlarda va o'zimizning tanlovlarimizda, Kamalak yulduzlarida, Kelajak yulduzlarida va yaqindagina San'atim faxrim nomli Samarqandda bo'lib o'tgan konkursda qatnashdik va oxirgi eng yuqori natijamiz ana shu bo'ldi. Grand Prixni qo'lga kiritdik va bundan mana shu qo'shiq bilan xursand bo'ldik. Juda ham chiroyli qo'shiq bo'lgan, haqiqatdan ham. Tabriklaymiz oilaviy sizlarni. Mingbuloqda rosa mashhur bo'lsanglar kerak-a? Xuddi hali havas guruhi bor-ku, o'shanga o'xshatdim men oilaviy havas guruhiga. Tuman tadbirlari hammasi bilasiz o'tmaydi. Bahoraxon mana chiroyli kiyimlarni ham yaxshi ko'rar ekansiz. Menga ko'ylagingiz rosa yoqib qoldi-da. Menga ham bormi-ki shunaqasi bitta guldastaga kiyim chiqarib qilamiz. Keyingi safar sovg'a qilamiz. Juda ham ajoyib. Diyorbek, o'zi katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Men katta bo'lsam prezident bo'laman. Voy, biz prezidentimiz bilan o'tiribmiz ekanda. Janob prezident, xush kelibsiz Guldasta dasturiga. Rahmat. Yashang. Demak, maktablarda ham hamma baholaringiz a'lo, ha? Juda ham yaxshi. Eng yaxshi ko'rgan faningiz qaysi? Fizkultura. Jismoniy tarbiya. Yugurishni yaxshi ko'rasizmi yo to'p tepishnimi? Ikkalasini ham, hammasini yaxshi ko'raman. O'zi qaysi sport turiga qatnaysizlar? Karategami? Ha, taekvondoga. Taekvondoga. Undan ham natijalari bor-a? Ha, unda ham ko'p natijalarga erishganmiz. Turli O'zbekiston musobaqalar chempionatida birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. O'zbekiston chempioni. Tabriklaymiz. O'zbekiston chempioni. Qoyil. Ham sport gimnastika sohasida bo'yicha o'rinlarni Gimnastika. qo'lga kiritib yuribdilar. ham sport sohasida ham san'at sohasida muvaffaqiyatga erishgan, demak, jajjigina Namanganimizning yoshlari bilan yulduzchalari bilan. Va bilasizmi, buni zamirida bir narsa turibdi. Mana Fazilatxon, turmush o'rtog'ingiz. Demak, oilaviy muhit shunaqa bir chiroyli, tinch, xotirjam hayotda yashaysiz. Qaynona qaynota bilan turasizmi? Ha. Ularni nasihatlari, ularni bir chiroyli muhit, ularni o'gitlari, mana qanaqa zo'r oilada natija bo'lgan. Biz har doim qayergadir konkurslarga, boshqa joylarga borganimizda albatta opodamiz. Bobojonimiz demak hamrohlik qiladilar. Birga boradi. Boshqacha xursand bo'ladi. Bobongiz haqida gapirib bering, Diyorbek. Balkim hozir ham ko'rib o'tirgan Albatta, bo'lsangiz. Diyorbek bobongiz haqida gapirib bering, qanaqalar ular? Ularmi? Zo'rlar. Nimalari zo'r? Nimalari yoqadi sizga ko'proq? Nimalari? Ko'proq meni velosipedlarda maktabga tashlab qo'yadilar. Ba'zida Grand Prix tugagamga pul beradilar. Ana! Rag'batlantiradilar shunday. Juda yaxshi. Sizga hammani hisobga beradi. Nima desanglar olib beradilar shunday. Bekorga koyimoqchi bo'lsa, ota-onalar himoya qilishadi. Bobojonimga aytib beraman deysizlar shunday? Yo'q, chunki ularni oldida koymaymiz. Koymaymiz. Daragidan ba'zi shirinni biroz erkalatsalar kerak. Biz urishib qolsa ham, mayli, sal turib yarashib qolishadi deymiz. E'tibor bermaymiz. Chunki yaxshi-da ular. Yaxshilar-da. Buvijoningiz-chi? Buvijoningiz haqida ham gapiring. Masalan, buvijoningiz haqida qanaqalar ular? Eng yoqadigan tomonlari. Erkalatadilar. eng yoqadigan tomonlari har doim erkalatadilar. Qanaqa qilib erkalatadilar? Nima deylar siz? O'ni ham qo'jim deydilar. Titratikonim deydilarmi yoki sochlaringizga qarab? Yo'q. Unda deydim nima? Burchlim o'zimmi deydi. To'g'ri, taekvondo. Ozgina shug'ullanib bering shu yerda. Bruce Lee'ning qiliqlaridan.
Ko'rsatib bering. Taekvondoda. Keling. Tur anaqalaringni ko'rsat. Taekvondo. Hali sport tilida katami shunaqa deyishadimi? Bir ko'rsatib bering bo'lmasa. Turlar. Yo, meni tepmang. U yoqqa qarab. Bolalar shunday ajoyib bo'ladi. Qani karateda o'sha nimalaringizni ko'rsating. Kata ko'rsatib bering bizga. Aha. Aha. Aylanib tepish. Endi hozir mana bu libosda ozgina noqulaylik tug'dirayotgan bo'lishi mumkin, lekin sportning o'zini maxsus libosida bu juda ham chiroyli chiqadi. U yoqqa to'g'riga qarab. Yana bir ikkita qo'l harakatlari ko'rsating, qo'l harakatlari. Aha. Aha. Yaxshi, Diyorbek, o'tirishingiz mumkin. Umuman olganda Diyorbek mana shu sport bilan shug'ullanayotganingiz sizni ancha o'zingizga ishonchingizni orttirganda. Maktabda hammadan zo'rmisiz? Birda turaman. Birinchi o'rinda turasiz. Ish qilib hech kimni urmaysiz. Birda turib. Asamni buzganlarni Yo'q. oyamga aytaman, agar oyam urur desalar hammasini Bu albatta hammasini hazil. bittara dish qiladi. Bolajonlar mana shunday beg'ubor Juda ham bo'ladi. shirin til. Tomoshabinlar shunday. Men senga aytib beraman desam, men ham oyamga aytib beraman deydi. Sizni himoya qilib yurarkanlar-da. Ha? Siz o'zingiz ham shug'ullanasiz-ku. Sizdan hamma qo'rqsa kerak-a, Bahoraxon? Dish dishlariga bor bo'ldim lekin. Juda ham ajoyib. Bola tilidan degan ko'rsatuvda bir ajoyib bolalarning gapi bo'lardi. Shunga o'xshab bizning dasturimizda ham mana shunday bir beg'ubor gaplar bo'lyapti-da, bir samimiy. To'g'ri. To'g'ri, farzandlaringizni mana shunday iqtidoriga tan beryapmiz. Mazza Qo'rqmasligiga, qilyapmiz. jasurligiga, beg'uborligiga qoyil qolyapmiz. O'zi bolalarning hammasi ham beg'uborda. To'g'ri. Bejizga bolalarni ko'rganimizda ularni tilini shundoq ham tushunamiz, chunki hissiyotlar orqali gaplashamiz-da va bular juda ko'p qo'shiqlar yodlashgan. Ayni paytda yana bir chiroyli qo'shiq bor-a? Kim ijrosida eshitamiz buni? Birgalikda. Birgalikda duet Vo, bo'ladi. aka-ukalar, yana bir ajoyib qo'shiq eshitamiz azizlar. O'zbekiston. O'zbekiston nomli qo'shiq.
Hakimjonovlar oilasidan Bahora va Diyorbek O'zbekistonim qo'shig'ini shunaqa chiroyli aytdingiz. Biz ham maza qilib eshitdik. Bu o'zi mashhur qo'shiq-a? Juda ko'plab tadbirlarda tinglaganmiz. Ayniqsa teleekranlar orqali ham turli dasturlarda demak bolajonlarimizdan tinglagan mashhur qo'shiq. Ovozlari juda chiroyli. Juda ham chiroyli bu. Professional kuylanibdi o'sha. Biz bu qo'shig'i yangitdan tug'dirdik demoqchiman. Yangitdan yaralishini xohladik va unutilmas qo'shiq o'zi avvaldan ham, lekin davomiyligi ham bardavom bo'lishini xohladik. Albatta, bardavom bo'lish kerak. Mana shunday yoshlarimiz kuylashi kerak. Mana shunday jajji shirindan shakar farzandlarimiz kuylashsa, albatta, nima deydi, teleekran ortida o'tirgan aziz xalqimiz ham, hurmatli teletomoshabinlarimiz ham yana bir buni ko'rib maza qilishadi-da. Mana shunday oilalarni taklif etamiz, azizlar. Guldasta dasturi mana shunday eng ibratli, eng ajoyib, go'zal oilalarni energiyasini, quvvati bilan bo'lishadi. Va Diyoraxon, sizdan so'ramadim, siz katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Diyoraxon devordim, kechirasiz. Bahoraxon, Diyorbek ular. Bahoraxon? Katta bo'lsangiz. Men rassom ham Raqs bo'yicha ham rassom bo'lasiz. keyin qo'shiq, keyin ham rassom. Rassom, ha? Dizayner bo'lmoqchi. Dizayner bo'lmoqchi ekanlar. Demak, arxitektor bo'lishlari ham mumkin. Bu tasviriy san'at juda ham keng yo'nalishda. San'at sohasiga Albatta. Bahora va Diyorbek ismlar bir-biriga o'xshashligi uchun Diyorbek meni kechiring. Boshqacha qaradingiz-a menga? Kechiraveraman sizni. Kechirdingizmi? Rahmat katta. Juda ham ajoyib oila. Juda ham boshlovchilar ekansizlar. Rahmat. Biz ham xursand bo'ldik. Endi biz sizlar bilan tanish bo'lib qoldik mana. Bizga juda ham yoqdinglar. Endi Guldastaga tez-tez kelib turasizlar-a? Yangi qo'shiqlar, yangi yutuqlar bo'lganda, to'g'rimi? Shirinlarim meni. Oldinda qanaqa rejalar bor? Onasi va o'qituvchisi. Oldinda rejalarimiz juda ham ko'p. Nafaqat farzandlarimni, balki o'quvchilarimni ham mana shu dasturga olib kelishni xohlardim. Albatta, marhamat. Mana shunaqami boshqa o'quvchilaringiz ham? Albatta, qo'shiq aytadiganlari bor. Ko'proq pianino sohasida bo'lgani uchun pianino chalishadi-da ular. Yaxshi. Kelgusi safar taklif qilsanglar, albatta ularni ham mana shu joyga olib kelish niyatim bor. Albatta. Bunday hamkorliklar mustahkam va bardavom davom etadi. Chunki bizning vazifamiz shu. Mana shu islohotlar natijasida bo'layotgan haqiqiy natijalarni Guldasta dasturida ko'rsatish. Va bundan biz juda ham faxrlanamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz haqiqatdan ham ajoyib bo'ldi. Diyorbekka, Bahoraxonga va siz onalariga va mana shu muhitni yaratgan ustozlariga va alohida oilangizga, bobojonlariga juda katta, albatta oila boshlig'iga ham katta rahmatimizni aytamiz. Mana shunday ibratli, fayzli oilalar ko'paysin yurtimizda deb yaxshi niyat qilib qolamiz va ayni paytda bizda dasturimizda Qisqagina reklama, marhamat. Tomosha qiling, marhamat azizlar.